To'liq elektrda 625 kilometr masofa bosib oladigan sedan turdagi avtomobillarni bilasizlarmi? Qanaqa turdagi avtomobillar bor? Misol uchun BYD Seal avtomobili. Bu avtomobil ham ko'proq masofa bosadi. Lekin ana unga raqobatdosh bo'lgan avtomobillardan bittasi bu Leapmotor C01 avtomobili. Bu avtomobilimiz 100 km tezlikka 502 soniyada erishadi. Bugun shu avtomobil haqida to'liq sizlarga ma'lumot beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'rnashib olib, bu avtomobilni barcha ma'lumotlariga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu avtomobilimiz 2022-yilda ishlab chiqarilishi boshlangan va sotuvga qo'yilgan. 2024-yilda esa restyling bo'ldi. Birinchi 2022-yilda ishlab chiqarilganda ikki xil ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Ya'ni to'liq elektrda, lekin bitta motorlik va ikkita motorlik bo'lgan. Eng qizig'ini aytaymi, 2024-yilga kelganda ikkita motorlik avtomobilni umuman ishlab chiqarish to'xtatilgan. Faqatgina bitta motorlik avtomobil sifatida ishlab chiqariladi. Lekin qiziq joyi nimada? Ikki motorli avtomobil 717 kilometr masofa bosa olgan. Tasavvur qilyapsizmi? 717 kilometr. Va bu sedan ko'rinishidagi avtomobil uchun juda ham katta masofa. Bunaqa katta masofani BYD Han avtomobilini eng full pozitsiyasi bosa olardi. Endi hozir 2024-yildan boshlab esa bizda 625 kilometrlik bitta motorli C01 avtomobili ishlab chiqarilyapti va mijozlarga yetkazib berilyapti. Xo'sh, bu avtomobilni batareyalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, litiy temir fosfatli batareyalar bilan jihozlangan. 80 kilovatli, umumiy olganda aniqrog'ini aytadigan bo'lsam 78,5 kilovatli batareya bilan jihozlangan va 625 kilometr masofa bosib o'tadi. Sedan ko'rinishidagi avtomobil yoqadigan akalarimiz, opa-singillarimiz uchun juda ham yaxshi variant. Chunki 625 kilometr masofa bosib oladigan avtomobil bo'lsa, O'zbekiston sharoitida ana boring 500 kilometr yursin, bu juda ham zo'r-ku. 500 kilometr masofa. Hattoki qachon zaryad qilganingizni ham esingizdan chiqarib qo'yasiz. Aytib o'tganimizdek, bu avtomobilning gibrid versiyasi yo'q, faqat elektrda harakatlanadi va elektrda 313 ta ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel bilan jihozlangan. Endi esa avtomobilning gabariti haqida ma'lumot beramiz. Avtomobilning uzunligi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, avtomobil 5050 mm, 5 metrli avtomobil. Kengligi 1902 mm, balandligi 1509 mm. G'ildiraklar bazasi esa 2930 mm ni tashkil qiladi. G'ildiraklarga keladigan bo'lsak, 18 yoki 19 dyumli g'ildiraklar bilan, diskalar bilan ishlab chiqariladi. Avtomobil 3 xil pozitsiyada taqdim etiladi: standart, komfort va premium pozitsiyalarda. Leapmotor avtosalonida faqatgina premium pozitsiyasini, ya'ni full pozitsiyasini kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu avtomobilni, ya'ni premium pozitsiyasi 325 million so'mni tashkil qiladi. Xo'sh, pozitsiyalarda nimasi bilan farq qiladi? Asosan funksiyalari va yurish masofasi bilan farq qiladi. Oddiy pozitsiyasida, ya'ni standart pozitsiyasida 525 kilometr masofani bosib o'tadi. Bu avtomobilimizda qanaqa, demak, funksiyalari bor? Avtomobilda adaptiv cruise control, avtomatik favqulodda tormoz tizimi, piyodalarni, hattoki velosipedchini ham aniqlash funksiyasi, bo'laklarni ushlab turish, ya'ni polasa udержания deyiladi ruschada, bo'lakdan chiqishni ogohlantirish, shuningdek 360 kamera, avtomatik parkovka, highway pilot, ya'ni haydovchiga yordam tizimi, yo'l belgilarini aniqlash va haydovchini charchog'ini aniqlash tizimi ham mavjud. Endi avtomobilni saloni haqida gaplashadigan bo'lsak, avtomobilni eshiklariga kelamiz. Avtomobilni eshiklari mana shunaqa bez ramkali eshik hisoblanadi. Endi to'g'risini aytganda, bez ramka so'zini o'zbekcha tarjimasini topa olmadim. Shuning uchun o'zida qolgani ma'qul deb bildik. Bez ramka ikki qavatli oynalardan iborat. Hozir oynasini ko'taramiz ozgina. Ko'rib turganingizdek, ikki qavatli oynalardan iborat bo'lgan, xuddi Leapmotor C11 ga o'xshab ishlab chiqariladi. Xo'p, obchivkasi haqida gapiradigan bo'lsak, tepasida yumshoq plastikdan foydalanilgan, mana shunaqa dekorativniy, demak, LED lampalar yonib turadigan dizayn qilingan. Bu yerda esa yumshoq charm, qo'lga juda ham yoqimli, bu yerda ham yumshoq charm va oynani ko'tarib tushiruvchi tugmalari bor. Shuningdek, eshiklari tugma orqali ochiladi, ya'ni mexanik richakli tugmalar emas.
Xo'p, pastki qismi plastik, lekin yumshoq plastik, juda ham yoqimli. Ba'zi bir avtomobillarga o'xshab shunchaki plastik emas. Bu yeri plastik ekan, bu yeri yumshoq plastik ekan va akustika tizimi bilan jihozlangan mana shunaqa eshiklar. Xo'p, eshigiga tekshirib ko'ramiz. Yo'q, demak avtomatik tarzda ochilmaydi. Bu tugmasi faqatgina demak eshikni ochib olish uchun xizmat ko'rsatadi. Eshikni yopaman va tugmasini sinab ko'ramiz. Tugmasini vazifasi eshikni mexanikadan chiqarib berish. Undan keyin siz o'zingiz qo'lingiz bilan ochasiz. Xo'p, demak bu eshikni hattoki bloklab ham qo'yapti. Bu demak bir marta bossangiz eshikni ochyapti, ikkinchi marta bossangiz eshikni bloklab qo'yadigan tugmalar ekan. Mana shunaqa haydovchini eshiklari haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, bu yerda demak ko'p tugmalardan iborat emas ekan. Ba'zi bir avtomobillarga o'xshab turib 4 ta dona demak oynalarni ochib yopish tugmasi va eshikni ochish tugmasidan iboratgina mana shunaqa eshik ekan. Avtomobilni saloni haqida ma'lumot beramiz. Eng qiziqarli shudaki, bu salonda 1 emas, 2 emas, 3 ta monitor joylashgan. Ya'ni sedan avtomobilida 3 ta monitor, bu juda ham yaxshi degani. Ya'ni haydovchini o'zini monitori, markaziy monitor va bu yerda haydovchini yonidagi yo'lovchi uchun yana bitta monitor, ya'ni videolarni ko'rib ketish imkoniyati bor. Haligi aytganimdek, haydovchini demak charchog'ini aniqlovchi tizim bilan ham jihozlangan. Bu pozitsiyalarga qarab turib, bu demak tizim ba'zi bir pozitsiyalarda bo'ladi, ba'zi bir pozitsiyalarda bo'lmaydi. Lekin bu hozir Leap Motors avtosalonida bu pozitsiyasida bor. Endi haydovchini charchog'ini aniqlash funksiyasi nimaga kerak? Misol uchun uzoq safarga ketayotganingizda yoki ishdan charchab qaytayotganingizda toliqsangiz yoki uyqungiz kelsa, albatta bu aniqlaydi va sizga ogohlantirish beradi. Yoki aytaylik, rulni vibratsiya holatiga keltiradigan mana shunaqa tizim. Avtomobilning monitori triple screen tizimi, ya'ni ko'rib turganingizdek 3 ta monitordan iborat dedik. 10-25 dyumli monitor demak bu haydovchi uchun, o'rtada demak 14.6 dyumlik monitor va bu yerda yana qo'shimcha yo'lovchi uchun 10.2 dyumli monitordan bilan jihozlangan. Bu yerda ko'rib turganingizdek har xil demak kinolarni, videolarni tomosha qilish imkoniyati bo'ladi. Mediani ham boshqarish imkoniyati va ba'zi bir demak navigator, prilojenelarga kirish imkoniyati ham mavjud. Bu yerda hozir xitoycha, lekin rus tiliga o'girish imkoniyati bor. Monitorlar 8295 Snapdragon protsessori bilan jihozlangan, juda ham tez ishlaydi. Monitori haqida alohida ma'lumot bersak, bu yerda dizaynni o'zgartirish imkoniyati bor, qarang. Juda ham ajoyib. Xo'p, monitor haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Monitor orqali barcha hozirgi zamonaviy avtomobillar kabi demak barcha funksiyalarni boshqarish imkoniyati bor. Xo'p, qarang. Bu yerda o'rindiqlar haqida ham ma'lumot berib o'taman. Yumshoq charmdan iborat bo'lgan elektropaketli o'rindiqlar perforatsiya qilingan. Endi qarang, o'rindiqlarda qanday funksiyalar bor? Monitor orqali ko'rsatamiz. Demak, shamollatish, isitish funksiyalari mavjud. Orqada esa faqatgina isitish funksiyalari mavjud. Bu yerda shamollatish funksiyalari mavjud emas. Avtomobilning oldi o'rindig'ida massaj funksiyasi bormi degan savolga bu yerda mana ko'rib turganingizdek massaj funksiyasini yoqdim. Juda ham turli xil holatlarda demak sizni massaj qilib qo'yishi imkoniyati bor. Modelniy podhodka, impuls, volna, одиночный rad, babichka, xullas xohlaganingizni qo'yasiz va yonidagi demak haydovchini yonidagi yo'lovchi uchun ham demak massaj funksiyasi mavjud. Ishlab turibdi, ko'rib turganingizdek. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi hozircha. Mana shunaqa. Demak, o'rindiqlarda, oldi o'rindiqlarda barcha funksiyalarga ega, full funksiya desa ham bo'ladi. Orqa o'rindiqlar esa faqatgina isitish demak abagrev funksiyasi bilan jihozlangan. Qarang, avtomobilni rulini biz demak mexanik tarzda tepaga ko'tarib tushirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda richagi bor. Bu richag orqali demak biz tushiramiz. Yana bitta narsani ko'rib qoldim. Qarang, boshqa avtomobillarda har doim bu joyda ko'rgan edik, lekin buni demak parkovka tugmasi, ya'ni ruchnoy deyiladi. Mana bu yerda joylashgan ekan. Qarang. Qoyili.
Mana shunaqa. Avtomobilning o'rindiqlarini boshqarish elektropaket dedik. Ko'rib turganingizdek oldiga, orqaga siz bemalol tugmalar orqali boshqarishingiz mumkin. Bu esa demak siz belingizga mos ravishda sozlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, avtomobilning o'rindig'ini yana bitta yoqqan tarafi, demak siz o'zingizni holatingizni saqlab qo'yishingiz mumkin. Avtomobilda o'tirganingizda demak u esda qoladi va eshikni yopganingizda o'z joyiga keladi. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Kamerani bu tomonga olib o'tamiz. Hozir eshikni yopaman va o'rindiq o'zining sozlangan holatiga keladi mana. Ko'ryapsiz? O'zini sozlangan holatiga keladi. Ya'ni eslab qolish funksiyasi bor va sizga mos ravishda demak o'rindiq sozlanadi avtomatik tarzda. Va tushayotganingizda esa eshikni ochganingizda o'rindiq orqaga suriladi va sizni tushishingiz uchun juda ham katta joyni sizga tashkil qilib beradi. Men esimda bor, Cobalt, Lacetti avtomobillarini haydaganimizda har doim oyog'imni rulga urib olardim. Chunki juda ham tor bo'lib qolganda o'tirib bo'lganimizda bu esa albatta orqaga suriladi va sizga katta joyni ochib beradi. Ha, aytgancha avtomobilning bagajini sig'imi 500 litrni tashkil qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu avtomobil o'zini narxiga arziydimi? Narxini aytib o'tdik, ya'ni 325 million dedik. Keling, ko'ring, Lip Motors avtosalonlarida siz ko'rib bemalol bu mashinani ichiga o'tirib, barcha funksiyalarini boshqargan holatda demak bu avtomobilni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobil haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Avtomobil C01, ya'ni mana shu ko'rinishdagi sedan avtomobilni qidirib yurgan yoki olmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar mehnatimiz, ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta laykni ayamaysiz. Keyingi videolarimizda qaysi avtomobilni demak obzor qilishimizni, ma'lumot berishimizni xohlaysiz? Bu haqda ham kommentariyaga yozib qo'ying. Ko'rishguncha.